qilib qo'y. Bu hayotda hammamizning bir narsamiz yo'q. Mana misol uchun meni qizim yo'q. Uning aqli yo'q. Seni bo'lsa farosating yo'q. Sizda esa skuter yo'q. Buning sababi sizda prava va nomer yo'q. Shuning uchun siz skuter olib haydashdan hali hamon qo'rqmoqdasiz. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, azizlarim, sizlar uchun yangigina ajoyib bombasi, hech qanday nomer, prava shart emas bo'lgan skuterni sizlarga tavsiya etib qolamiz. Bu yangi kelgan S03 modelimizning tezligi soatiga 22, motori esa 240 vattni tashkil qiladi. Shuning uchun ham sizlarga ko'pmi tavsiya eta olamiz. Bu skuterimizga hech qanday nomer va prava shart emas. Bemalol olib, o'z manzilingizga, o'z ish joyingizga, ishlaringizga, yumushingizni bajargan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Juda ham baquvvat qilib ishlangan 16 lik balonimiz 520 akkumulyator bilan jihozlangan mana bunday skuterimiz juda ham arzon narxlarda chiqqan. Albatta bunga qo'shib berilgan narsamiz kaska, siz uchun kerak bo'ladigan zarur narsasi 2 xil kiyimi va bakovoy zaryadnik siz uchun qo'shib beriladi. Narxi juda ham arzon narxlarda. Albatta narxini arzon olishingiz uchun avval bizning Ganlan.uz Instagram sahifamizga obuna bo'lishingiz kerak va so'ngra kelib 3,5 million so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Barchalarni kutib qolamiz. Mana bunday nomer va prava kerak bo'lmagan skuterlarni xarid qilishingizni. Buning turlari juda ham ko'p. 3 xil, 4 xil turi bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hammasining tezligi soatiga 22 tashkil qiladi. Motori esa 240 vattni. Hech qanday nomer, prava shart emas va o'zingizni ish joyingizda qatnashishingiz mumkin. Bemalol akalar, hammani kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar.